Assalomu alaykum akalar, opalar, kitobchilar. Xo'p. Ko'p holatda men oldin ingliz tili o'qiganimda va umuman yoshligimda men odamlardan zerikkanimda, qanaqadir depressiyachilar paydo bo'lganda, endi bo'ladi hammada. Men shu yerga tushib 1 soat yoki 2 soat kitob o'qirdim. Ko'p holatda odamlar meni ko'rib, nimadir deb o'tib ketardi, u bilmadim, I don't know what it. Ko'pchilik keyin men bu yo'ldan yurbolmaydi. Men shu yerga o'tirardim. Shu yerga o'tirib o'qirdim. Nazoratchilar kelib haydamaguncha men shu yerda o'qib o'tirardim. Va bu narsa menga yoqardi. Chunki menga mana bu manzara kerak edi-da. Men shu yoshligimdan bilmadim, masalan, tillarda buni haligi nima desa bo'ladi? Private person deydimi yo qanaqadir odamovilar xohlaydigan joy deydimi buni? I don't know what it's doing, I don't know what it's thinking about it. Lekin mana o'ylashim bo'yicha bu o'ta zo'r narsa. Ob-havo dahshat. Ko'rib turibsizlar. Bitta suvni olib chiqib, bitta kitob, bitta nimadir o'qiydigan, miyaga foyda beradigan. Olasizlar, o'qiysizlar, that's it. Prosta mazza qilasizlar. To'g'risini aytganda men shu oyda tushmadim. Bugun tushdim, bugun uyga tushib, bugun shu ishni qildim. O'shancha video olishga qaror qildim. Katta rahmat sizlarga. Ishlar denaga rivoj.